Qumqo'rg'on tumanidagi dehqon oziq-ovqat bozori hududida ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarining arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil qilindi. Mazkur yarmarkada dehqon va fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari aholiga arzon narxlarda taklif etilmoqda. Yarmarka faoliyati soliq xizmati organlari, rahbar va xodimlar tomonidan doimiy nazoratga olingan. Tadbirkorlarga mahsulot turlarini yanada ko'paytirish, aholiga bayram dasturxoni uchun arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini uzluksiz yetkazib berish hamda narxlarning sun'iy oshirilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Qumqo'rg'on tuman oziq-ovqat bozorida yarmarka tashkillashtirilgan. Mana shu yarmarkalarda arzon narxlarda tadbirkorlar mana o'zlarining mahsulotlarini sotmoqda. Biz tuxum mahsulotlar 1000 so'm, 1100 so'mdan sotyapmiz. Yonimizda mana tadbirkorlar guruch mahsulotlari, mana go'sht mahsulotlari ichkariga qaraganda ancha arzon, mana 90 ming so'm, 110 ming so'mdan go'sht mahsulotlari. Xalq minnatdor. Bayram arafasida tashkil etilgan bunday arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasi aholi uchun ayni muddao bo'lmoqda. Qumqo'rg'on tumanimizda dehqon bozorida mana chiroyli yarmarkalar bo'lyapti. Go'shtlarimiz arzon, qulay, bozorga nisbatan 160 ming sotiladigan bo'lsa, qo'y go'shtlarimiz 110 ming so'm sotilyapti. Qo'y go'shtlar bozorga nisbatan yarmarkada arzon. Xursandmiz. Xaridorlarning kayfiyatidan ham yarmarkadagi savdodan aholi mamnun ekanligini anglash mumkin. Zero bayram dasturxoni uchun zarur mahsulotlarni bozor narxlariga nisbatan arzon xarid qilish imkoniyati aholi uchun muhim qulayliklar yaratmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dastur uchun.